Bugun men Minecraftning eng eski versiyalaridan bo'lgan 007 versiyani o'ynab ko'raman. Sizlar obuna bo'lib, like bosinglar, qani unda videoni boshladim. 2000 years later. Voy iloyi, buni qaranglar, Minecraft Pocket Edition. Bu yerdagi sozlamalar ham bor ekan. Bu yerdan split controlni yoqqanman-da. Bu yerda playni bosganda shuncha zal chiqardi, men hammasini o'chirib tashlaganman-da. Bu yerdan survivalga qo'ysak, kreativ bo'ladi, kreativga qo'ysak survival bo'ladi. Shuning uchun ham shunaqada, endi bilmadim, Minecraftda shunaqa bug bor. Shuni bilaman, shuning uchun ham shunaqa qilib olaman, mana. Voy, yo-mayo. Bu yerdan 5 tagina narsa qo'yib bo'lar ekan. Juda yoqimsiz. Mayli. Normal ekan, dunyo, boshqa narsalar. Sakrash qani buni? Bu sakrar ekan, yo-mayo. Unda qanday o'ynaydi? Bilmadim. Hali bundan kichkina versiyalarini o'ynab ko'raman. Shuning uchun ham bu juda vobshe bo'lyapti, lekin buni eng kichkinasini ham o'ynab ko'raman-da. Bloklarni ko'rishimiz kerak. Bloklar, davay. Yo-mayo, bloklarni qaranglar. Yo. Bu yerda attagina 100 ta blok ham chiqmasa kerak-a. Endi oldingi versiyalarda qanday o'ynaman eski versiyalarda. Yo-mayo, tinti ham bor ekan, Tinti bor bo'lsa, jajyalka ham bor bo'lishi kerak. Bilmadim. Keyingi versiyalarda ko'ramiz. Pechka ham bor ekan, pechkada bir nima pishirib bo'larmikan o'zi? Yoki просто tak deklaratsiyami shunaqa narsa uchun turibmikan? Biz endi uy qurishimiz kerak, uy qurib ko'ramiz, qani bu Minecraftda uylar qanaqa chiqar ekan. Endi bu yog'i sekinlashadi, tezlashadi. Davay. Sizning dizayn qilishga vaqtingiz yo'qmi? Unda sizga Ruhiy Design kanalini tavsiya etaman. Bu yerdan siz o'zingizga yoqqan 4K sifatdagi prevyular va avatarkalarni zakaz berishingiz mumkin. Narxlari kelishilgan holda 5000 yoki 10000 ga zakaz berishingiz mumkin. Yo, mana ishni ham bitirib bo'ldim. Bu uyni qaranglar, tomi yo'q uy va eshigi bor-da. Bu Minecraftda faqatgina bitta eshik bor ekan, stullari ham bor ekan, lekin o'tirib bo'lmaydi. Bu Minecraftda o'zi torch, ya'ni bu fakelning nimasi chiqarmikan? Hozir tekshirib ko'ramiz. Bu yerda men devor ham qurmadim desam hazil. Nima edi? Tomini qurmadim-da. Hozir tekshirib ko'ramiz bu yerdan. Bu yerda ozgina qazib oladigan joyimiz bor. Qazib olamiz-da, mana uni qo'yib ko'ramiz. Yo, buni nimasi kam ekan? Yorug'lik kam ekan buni. Qorong'ida vobshe ko'rsatmasa kerak bu. Yo-mayo, bunda qanday Minecraft o'ynaganlar oldin 2012-yilmi, 2009-yilmi qanday o'ynaganlar bu Minecraftni bilmadim. Hozirga qaraganda juda 95% o'zgargan. Yo-mayo. 95% qanday o'zgargan ekan? Bu normalniy uy bo'ldi degan umiddaman. Bunda do'stlaringlar bilan ulanib o'ynashinglar mumkin shekilli. Tochka tarqatib zo'r edi-da shu paytlar. Tochka tarqatib o'ynashni shu hozirgi Minecraftga ham qo'shganda bu kayf edi-da prosta. Betda nimalar cheatlar ishlayapti. Bu yerga cheat yozib ko'ramiz hozir. Bu yerdagi cheatlar ishlarmikan yoki ishlamasmikan? Effect bu kichikcha bilan S deb olamiz-da. Bu yerda narsa chiqmadi-da. Bu
Speed deymiz a? Yo'q, ishlamas ekan. Da, endi biza videoni tugatadigan joyi ham keldi. Shu yerda endi video tugaydi. Sizlar obuna bo'linglar, like bosinglar. Bu Minecraftni sizlar meni Telegram kanalimdan topishinglar mumkin. Telegram kanal sessiyasi opisaniyada. Hozirda kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosib qo'yinglar. Keyingi o'yinda, ya'ni keyingi ikkinchi qismida buni 005 versiyasini o'ynab ko'raman. Hammaga xayr.